Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan viloyatimiz bo'ylab bayram tadbirlari tashkil etilmoqda. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz bosh g'oyasi ostida o'tayotgan tantanalarda mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, tinchlik, hamjihatlik va bunyodkorlik g'oyalari yana bir bor o'z ifodasini topmoqda. Navbatdagi lavhamiz Gurlan tumanida bo'lib o'tgan Mustaqillik to'yi tadbiri haqida. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilayotgan tadbirlar xalqimiz qalbida vatanparvarlik, shukronalik va birlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilyapti. Ana shunday madaniy konsert dasturlarining navbatdagisi Gurlan tumanidagi Alisher Navoiy istirohat bog'ida bo'lib o'tdi. Bayram dasturini kuzatish uchun yig'ilgan bolajonlarning shodon kulgulari hamda nuroniylarning yuz ko'zlaridagi mamnuniyat va shukronalik bayram tadbiriga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ushbu tadbirlarda yurtimizning boy madaniyati, ajdodlardan qolgan merosi va mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlari keng targ'ib qilib kelmoqda. Gurlan tumani bolalar harakati sardori hamda Eco Expo 2025 startaplar ko'rik-tanlovi g'olibi sifatida tadbirda ishtirok etayotganimdan faxrlanaman. Chunki bu kabi tadbirlarda jajji bolajonlarimizda mustaqillikning ne qadar ulug' ne'mat ekanligi haqida tushunchalar paydo bo'lsa, biz kabi yoshlar uchun bunday tadbirlar vatan ravnaqi yo'lidagi mas'uliyatimizni anglab yetish va yurtimizning rivojlanishi uchun yana ham ko'proq hissa qo'shishimiz uchun turtki vazifasini bajaradi. Yurtimizdagi jamiki yurtdoshlarimizni Mustaqillik bayrami bilan chin ko'ngildan muborakbod etib qolaman. Tadbir doirasida bolalarning sahna ko'rinishlari hamda O'zbekiston davlat filarmoniyasi viloyat bo'linmasi xonandalari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar bayramga o'zgacha shukuh bag'ishladi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin oxirgi 10 yillik davomida jamiyatimizning turli sohalarida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiyot, ta'lim-tarbiya, madaniyat, sport deyarli barcha sohalarda misli ko'rilmagan darajada o'zgarishlar bo'ldi. Albatta, bu o'zgarishlarning zaminida hurmatli prezidentimizning inson omilini yuksak baholab, inson qadriyatlarini o'g'lab, xalqimizning, manfaatimizning, millatimizning, davlatimizning manfaatini ko'zlab olib borayotgan siyosat yapti. Mustaqillikni ko'z qarachig'ida asrashimiz, uni qadriga yetishimiz kerak. Mustaqilligimizning abadiyligini ta'minlash, yurtimizning kuch-qudratini yuksaltirish, elimizning farovonligini va uning bir hur hayotini ta'minlash hammamizning burchimizdir. Istiqlolning o'tgan davri, ayniqsa so'nggi yillarda Gurlan tumanida ham barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishildi. Tumanda olib borilgan bunyodkorlik ishlari natijasida zamonaviy ta'lim va tibbiyot muassasalari, keng va ravon yo'llar hamda ishlab chiqarish korxonalari barpo etilib, tumanning investitsion jozibadorligi oshdi. Joriy yil holatiga tumanda 224 ta sanoat korxonasi faoliyat yuritib kelmoqda. Eksport hajmi oxirgi yarim yillik hisobiga ko'ra 13 million dollarga yetkazilib, o'tgan yilga nisbatan 217% o'sishga erishildi. 35 yilligi mobaynida tumanimizda har jabhada xotin-qizlar o'z o'rnini ko'rsatmoqdalar. Buning uchun prezidentimizga katta rahmat aytamiz. Shuncha imkoniyatlar yaratib berib turdi. Shu imkoniyatlardan keng foydalangan holda xotin-qizlarimiz o'z ish o'rinlariga ega bo'lmoqdalar. Moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan ham boyitmoqdalar. Oilasiga daromad toptirmoqdalar. Bugungi kunda ko'plab ishlarni amalga oshirmoqda. Mustaqilligimizning 35 yilligi oldida mana tumanimizda Zulfiya davlat mukofotiga ega bo'lgan qizlarimiz ham bor. El ardog'idagi san'atkorlar va ijodkorlarning vatan, mehr-muhabbat, do'stlik va tinchlikni madh etuvchi dilbar kuy-qo'shiqlar, samimiy muloqotlar va ma'naviy ma'rifiy chiqishlar tuman ahliga bir olam quvonch ulashdi. Istiqlol sharofati bilan tumanning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratilmoqda. Amalga oshirilgan barcha ishlar aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Ushbu jihatlar tantanali tadbirda yana bir bor aks ettirildi. Sho'x kuy-qo'shiqlar va raqslar, o'ziga xos ijrolar barchaga xushnudlik ulashdi.